Jami taxminan 1000 taga yaqin odam so'rov yuborgan o'sha Mercedes proyektidan uy sotib olish uchun. Lekin biza birinchi 300 ta odamdan biri sifatida 430 ming dollarlik uyni 350 ming dollarga bron qildik. Ya'ni 5500 to'lov. Xudo xolasa bir necha kunda qolgan to'lovlarni amalga oshiramiz. Toshkent vaqti bilan soat 11 da bizga to'lov uchun link kelish kerak edi quruvchi kompaniyadan. Lekin biza 3 soatdan ziyod kutdik. Ya'ni savdo ochilishi kechikdi. Va eng yomoni savdo ochilgandan keyin ham biza to'laymiz degan paytimiz endi mijozimiz yoshlari kattaroq opamiz edilar. Biroz qiynaldilar to'lash. Biroz emas anchagina. Eng qizig'i o'sha Visa kartadan to'lov qilish uchun bilasizlar telefonga SMS keladi, o'sha kodni kiritish kerak. Lekin aksiga olib bank xodimlari umuman boshqa odamning telefon nomerini ularning Visa kartalariga bog'lagan, kod kelmadi. Bizda yarim soat ichida to'lashimiz kerak, to'la olmadik. Xullas link expire bo'lib muddati o'tib ketib qoldi. Yaxshiyamki bank ularning uylariga juda ham yaqin ekan. 5-10 minutda bankka borib buni hal qilib, qaytadan urinib, xullas o'sha opamizga qoyil qoldim. Ya'ni shu darajada jur'atli qaror qabul qiladigan. Nega? Chunki misol uchun ba'zi bir erkaklarni bilaman, mijozlarimiz yaqinlarim bilan maslahatlashishim kerak. Voy xotinimning kayfiyatiga qarayman, qaynonamdan so'rayman va hokazo. Mayli, okey. Chunki men ham misol uchun bir hatto ko'ylak sotib olsam ham ba'zida xotinimdan maslahat so'rayman. Bu normal. Lekin baribir pulni o'zingiz topdingizmi, yakuniy qarorni o'zingiz qilishingiz kerak-da. Mushingizni stolga taq etib urib, imkoniyatni ko'rdingizmi, bosish kerak o'rtoqlar. Ya'ni o'sha opamizda mana shunaqangi jur'atni ko'rdim va biz ham mana xudo xolasa 80 ming dollar o'sha arzoniga sotib oldik. Ertaga bir haftadan keyin savdolar ochiladi. O'sha 430 ming dollar atrofida savdoga chiqadi.